Juda ham ko'pincha anglashmovchilik bo'lib chiqyapti-da, mana bu qaytar dunyo deganda. Nima deb fikr qilyapmiz? Qaytar dunyo, mana masalan men o'tinimga baqirmayapman-ku, menga ham kelajakka farzandlarim baqirmaydi degan xayolda o'tkazyapmiz. Lekin biz ammamiz, amakimiz, tog'amiz, xolamizga esa hushimiz kelgancha baqiryapmiz. Uzr, qaytar dunyo boshqa taraflama ham qaytishi mumkin. Siz masalan o'shalarda yoshi buyuklarda oyoq osti qilyapsizmi? Sizni farzandingiz ham xuddi shuni oyoq osti qiladi. Siz ota-onangizni hurmat qilganingiz boshqalarni oyoq osti qilish kerak degani emas. Yoshi ulug'larni hammasini biz hurmat qilishimiz kerak. Joyi kelsa avtobusga minganimizda joy bergimiz kelmaydi yoki bo'lmasam magazinga borganimizda kimgadir o'zimizni nima deydi, очередimizni berib o'tkazib yuborgimiz kelmaydi. Xuddi shunday bizga boshqa taraflama ham qaytishi mumkin. Masalan, doktorga borsak, doktor ham uyqusi kelib bizga javob bermasligi mumkin. Qarang, oddiy bir misol. Boshqa taraflama ham qaytar dunyo bo'ladi.